Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar. Qo'chqorlarni shoxlong'ich qiladigan bitta retsept aytaymi do'stlar. Buni ichgandan keyin bo'lib, prostata bezdagi shamollash bo'ladimi, adenoma bo'ladimi, qittiqlaydi. Ittilibgacha shoxlab chiqasiz. Mana bu sumbul ildizi ko'ryapsizlarmi? Mana yerga shu holatda bo'ladi, maydalangani mana bu holatda bo'ladi, talqoni. Masalan deylik, bir osh qoshiq shundoq olasiz. Qarang, oldingizmi? Uzum sirkasi. Mana bu uzum sirkasi. Bir osh qoshiq sumbulga bir choy qoshiq uzum sirkasini solasiz, ha? Aralashtirib, ana shuni shundoq og'izga solasiz-da yutasiz. Ketidan suv ichasiz 200-300 gram. Ana shuni 1,5-2 oy qiling-da, ey. Shunaqayin dahshat qo'zg'ay ekan bu prostata bezidagi adenoma, prostata bezidagi mana onkologik kasalliklarni, siydik yo'ldagi shamollashlarni davolab yuqorish xususiyati bor ekan. Foydalanib ko'ring birodarlar. Sog' salomat bo'ling, Alloh ko'mani asxar o'zida asrang asosiysi.